Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalaringlar. Mana navbatdagi Toshkent Moskva. Bu bir oydan beri 24-mart 650 mingdan degan avtobusimiz xudo xolasa chiqib ketyapti bugun. Mana Andijondan singillarimiz keldi. Nima deysiz singiljon? 650 ming so'm berdingizmi? Hech kim to'lov qilinmadimi? Adushi. Nima deysiz opa siz? Tavsiya qilsa bo'lar ekanmi? Albatta. Mana akalarimiz ketyapti. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nima deysiz aka? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Negativ aka ukalarimizga nima deysiz? Kelsa bo'lar ekan, ishonchli ekanmi? Avtobusga qayerda o'tirdingiz? Qo'yli vodiy bekatida. Aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz mana efirlarimizni ko'rib keldingiz, to'g'rimi? 650 mingdan dedim, kelganingizga qo'shtirish bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysiz yurtdoshlarga? Yaxshi. Kelishaversinmi? Iloyim aytganingiz bo'lsin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Qani, nima deysiz aka? Avtobus tavsiya qilasizmi? Aka bu qarang, sizga o'xshab kech keladigan akalarga nima deysiz? Kech qolmanglar deysiz. Akalar iltimos qilamiz, aytilgan vaqtda jicha 1 soat oldin kelsanglar, avtobus ertaroq yuradi. Assalomu alaykum, shab yaxshimisiz sizlar? Nima deysiz? Avtobuslar yaxshimi? Zo'r. Aytilgandek bo'ldimi? Lishni pul olinmadimi? Bizda e'tirozlar yo'qmi? Akalar mana bemalol har bir yo'lovchidan so'rashingiz mumkin. Amaki assalomu alaykum. Qandaysiz? Zo'r. 15 ming so'm kamon bo'lib qoldi. Ha, 15 ming. Lekin addushi bo'ldi. Gap yo'qmi? Aytilgandek bo'ldimi? Ko'ryapsizlarmi? Lekin kelishuv 650 ming bo'lganda 15 ming so'm undan kam bo'lib qoldi. Kam bo'lib qoldi. Uni ham to'lab berdi bular. Addushi. Katta rahmat. Ko'ryapsizlarmi akalar? Lekin Abu Safiyda gaplashganimizda 850 ming so'm. 850 ming deyishadimi? Ha, 850. Gap yo'q aka. Kelingizda mani vodiy tepida. Bemalol kelib ketsa bo'lardi. Aka assalomu alaykum. Nima deysiz? Efirlarni ko'rib keldingiz. Qo'shilishlar bo'ldimi? Bizda e'tiroz yo'qmi? Hamma yaxshimi? Keluvchilarga nima deysiz? Bemalol kelishaversinmi? Gap yo'qmi? Addushi rahmat. Biletlarni ham ko'rsatib qo'ying. Biletlar qo'lida olib, hamma qo'lida bilet bor. Zo'r, xudoga shukr, zo'r. Anjanlilarga nima deysiz? Jicha ertaroq chiqib depayapsizmi? Sizga o'sha kech kelmasizlar. Akalar, ukalar kech keladigan iltimos yo'lovchilarimiz biroz ertaroq kelaverlar. Hech narsa qilmaydi. Erta kelganlar mana erta kunda keldi, hech narsa o'zgarmadimi? Yeb qo'ymadingmiz qilib, ertaroq kelsa bo'lar ekanmi? Bemalol ertaroq kelaverasizlar. Shunday komfortabl avtobuslarda kayfiyat o'ta ham chiroyli, nastroyeni go'zal qilinib, xudo xolasa ishlashga mana ketyapti. Ishlagani ketyapsizlarmi, amaki? Doda qayerga ketyapsiz siz? Ishlashga. Ishlashga mana. Xudo xolasa borib Captiva'ni oling-a. Iloyim. Duo qiling. Iloyim. Sizlardan duo qilaylar. Minglatdan rozi. Addushi mana. Bemalol mana kelaverasizlar. Shunda har bir klientdan faqatgina yaxshi gaplarni eshitasizlar. Hech kimdan bu yerda norizo yo'q. Hamma rozi. To'g'rimi deb? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Zo'r. Tavsiya qilsa bo'laveradimi? 650 mingdan ishni olmadimi? Yo'q. 650 ming to'lov qilib solasizmi? Addushi mana. Akalar, ukalar kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabl avtobuslar sizlarga xizmat qiladi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Kim asakali?